Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz kechagi Linear System of Equations mavzusini davom ettiramiz. Bugun biz sanamiz 3-aprel 26-yil. Xo'p. Bizda 39-savol kelib to'xtaganmiz. Bu bizda at how many points does the graphs of the equation intersect in the xy plane. Xo'p. У нас есть два уравнения bor. Xo'p, o'sha nechta точкада xy planda, xy grafikda kesishib qoladi deyapti. Xo'p, buni ishlashimiz uchun prosta yozib olamiz. Birinchi bizda y teng x plus 24, ikkinchi bizda y teng 7x. Ikkalasini ishlab qo'ysak bo'ldi. Birinchi uravniyamizda x plus 24 teng 7x. Ishlash uchun x ni o'ng tomonga o'tkazamiz va bundan 24 teng 7x minus x degan tenglama kelib chiqadi. Va 6x barobar 24, x teng 4. X teng 4 bo'lganda y topsak bo'ldi. Y teng x plus 24 qilamizmi yoki y teng 7x qilamiz, farqi yo'q. Ikkalasi 28 bo'ladi. Javobimiz bizda 4 28 ekan va ikkita tenglamamiz xy plane'da bitta nuqtaga kesishadi. Javob bitta nuqtada kesishadi. Xo'p, keyingi savolga o'tamiz. Bu bizda 43-savol ekan. Xo'p, one of the two equations in a system of linear equations is given. The system has no solution. Which equation could be the second equation in this system? No solution bo'lyapti. Biz bilamiz, yana bir agar takrorlab qo'yadigan bo'lsak, kechagi qilgan ishimizni. Ya'ni bizda a1 x plus b1 y teng c1, a2 x plus b2 y teng c2. Ikkita uravniyamiz bor. Agar bizda birinchi a1 taqsim a2 teng emas b1 taqsim b2 bo'lsa, mana bu sistemamiz bitta yechimiga bo'ladi. Ikkinchi, agar bizda a1 taqsim a2 teng b1 taqsim b2 ammo teng emas c1 taqsim c2 bo'lsa, yechimiga bo'lmay qoladi. Agar bizda a1 taqsim a2 teng b1 taqsim b2 teng c1 taqsim c2 bo'lsa, cheksiz ko'p yechimiga bo'lib qoladi. Shunga e'tibor beramiz. Aytyapti, one of the two equations in system of linear equations is given. Buni y tomonga o'tkazadigan bo'lsa, bu yerga kelib chiqadi 2x minus 20 y teng minus 8. Ya'ni bizga kayfsizlar keladi. Mana bu kayfsizlar bizga muhim rol o'ynaydi. Xo'p. Ko'p qilaylik. Buni ko'p qilsam, mana bu kayfsizlar keladi bizga. Mana bu kayfsizlar kerak. O'sha kayfsizlar bilan ishlaymiz hozir. Xo'p. Birinchi 5y bu yoqqa o'tkazamiz. X minus 5y teng 0. Xo'p, aytyapti, which equation could be the second equation system? System has no solution. Ya'ni bizda sistemasi no solutionga ega bo'lish kerak ekan. No solution. The system no solution. Ya'ni bizda qaysi? Bizda bu ikkinchi ifodani tashkil qilib turish kerak. Xo'p, birinchi bo'lamiz. 2 taqsim 1 deymiz. Koeffitsient 2 buni koeffitsient 1. Xo'p, bu minus 20 taqsim minus 5. Bu bizda 2 bu 4. Ya'ni bu ikkalasi bir-biriga teng emas. Bu yerda tenglamamiz bitta yechimiga bo'ladi. Bitta yechimiga. Ikkinchisida bu yoqqa o'tkazadigan bo'lsak, 1 taqsim 2x minus 5y teng 0. Xo'p, birinchi tenglamadan bizda 2 bo'lingan 1 taqsim 2 minus 20 bo'lingan minus 5. Bular bir-biriga teng. Oxirdagi ifodamiz bu ham 4, bu ham 4, bu ham 4. Oxirdagi ifodamiz minus 8 taqsim 0. Ya'ni bizda bo'lyapti a1 taqsim a2 teng b1 taqsim b2 ga va teng emas 1 taqsim c2 bo'ladi. Bu no solution. Bu yerda o'sha javob bo'lar ekan, bu yerda no solution. Uchinchisida bizda 10y tomonga o'tkazadigan bo'lsak, x minus 10y teng minus 4. Kayfsizlar nisbatini ko'radigan bo'lsak, 2 bo'lingan 1 teng minus 20 bo'lingan minus 10 teng minus 8 bo'lingan minus 4. Bu yerda hammasi 2 ga teng qiymat. O'shaning uchun bu yerda infinitely many solutions bu yerda. Javob emas, lekin javob qo'yapman prosta. Keyingisi ham 10y tomonga o'tkazamiz. 1 taqsim 2x minus 10y teng minus 4. Kayfsizlar nisbat topamiz. Koeffitsient 2 ni
1 taqsim 2'ye bo'lamiz. Xo'p, ikkinchi koeffitsient -20 ni -10 ga bo'lamiz. Oxirgi koeffitsient -8 ni -4 ga bo'lamiz. Bular bir-biriga qarshi 4 bo'lyapti, 2 bo'lyapti, 2 bo'lyapti. Mana bir-biriga teng emas. O'shaning uchun bu ham bitta solutionga bo'ladi. Agar no solution bo'ladigan tenglamas faqat B javobdagi ekan, shunga e'tibor beramiz. Men просто hammasini takrorlab qo'ydim. Ya'ni takrorlash o'qishni onasi degandek. Takrorlash yaxshi bo'ladi. 8. Xo'p, tenglash sistemasi bor bizda. Solution to the given system of equation is x, y, p taqsim 59 и w taqsim 826. Where p and v integers. Integer biza butun sonlar bilamiz buni. What is the value of p? P'ni topishimiz kerak ekan. Xo'p, nima qilsak bo'ladi? Qani ishlasak bo'ladi buni? Buni давайте, xo'p, umumiy koeffitsient keltira olamiz. Bu yerda koeffitsient bizda -21, bu yerda 14. Ikkalasi umumiy koeffitsient 42 bo'ladigan bo'lsa, buni 2 ga 3 ko'paytiramiz. Hosil beradi. Birinchi uravniyamiz bizda 44x minus 42y teng 86. Ikkinchi uravniyamiz 15x qo'shilgan 42y teng 150, 177 ekan. Evet, ikkalasi qo'shib yuboramiz. 42 lar qisqaradi. Hosil bo'ladi 59 ekan, 44 + 15. 59x'imiz 86 ga 177 dan qo'shib qo'yamiz. 263 chiqadi. 263, 250, 263 to'g'ri chiqdi. 59 to'g'ri chiqdi. Bu 4, 5. 5 bo'lsa ko'payib ketyapti. Bu neto son keldi. 263 taqsim 59 chiqib qolyapti. Mayli, bu chiqdi deylik. Bizga what's the value of p? P'ni topsak bo'ldi ekan. Biz o'sha x'ni topdik. Ya'ni bizda p taqsim 59'imiz 263 taqsim 59 teng ekan. 59 ga qisqarsa p teng 263 ekan. E'tibor berib ishlaysizlar. O'shani sistemani koeffitsiyentlar to'g'ri tuzilmagan ekan, qiyinroq tuzilgan ekan. Xo'p, keyingi 52-chi savolga o'tamiz. Carnival receives $10 for each adult admission ticket sold and $5 for each child admission sold. On particular day, the carnival received a total of 4,100 from selling adult and child admission tickets. If 220 adult admission tickets were sold on that day, how many child tickets were sold? Xo'p, bitta adultniki $10 ekan. Bitta childniki $5 ekan. Xo'p, bizda aytayapti, if 220 adult admission tickets were sold on that day. Ya'ni bizda bitta adultniki $210 bo'lsa, 220 tasi 10 ko'paytiramiz, $2200 bo'ladi. To'layapti. Opish summa bizda 4100 edi. O'shandan endi ayiramiz. 2200. Necha pul? Endi necha pullik kichiklarda bilet sotildi. Bu 1900 so'mlik sotildi. $1900 sotildi. Agar bittasi bizda $5 dan bo'lsa, 1905 ga bo'lib qo'yamiz. Xo'p, bu bizda 380 ta chiqadi. Ya'ni 380 ta kichiklarning bilet sotildi bo'ladi. Misol qiyin emas ekan, oson tushunsak bo'ldi tarjimasini. Xo'p, 53-savol. Xo'p, the graph of system of two linear equation is shown. The solution to the system is x, y. What's the value of y? Y topishimiz kerak ekan. Xo'p, biz qiymani topib qo'yasizlar, bo'ldi. Mana solution bor. Mana bu tochka solution. Mana bu tochka solution bor. Buni y bizda 2, buni x bizda -4. Ya'ni solution bizda -4, 2 degan tochkada. Ya'ni x bo'yicha -4, y bo'yicha 2. What's the value of y? Y topyapti, 2 bo'ladi. Sразу grafikni topib qo'ydik. Xo'p, bu yerda yo'q. Keyingilar. Keyingisi 61 ga o'tamiz. 61. At constant temperature, a scuba diver combines two different concentrations of nitrox mix oxygen nitrogen gas mixture to fill a tank to a total pressure of 130 atmosphere, of which 34% is contributed by oxygen. Nitrox mix A contributes X atom of pressure to the tank, of which 22
is contributed by oxygen. Nitrox mix B contributes Y atom of pressure to the tank, of which 48% is contributed by which system of equation in this situation. Hope at constant temperature. Scuba diver combines two different concentrations of nitrox mix oxygen nitrogen gas mixture to fill a tank to a total pressure 130 atmosphere. Hope of which 34% is contributed by oxygen. Hope nitrox mix A contributes X atom of pressure to the tank, of which 22% is contributed by oxygen. Hop 22% oxygen again. Nitrox mix B contributes Y atom of pressure to the tank, of 48 contributed by oxygen. De ham bu bor ekan. Ya'ni bizda общий 34% oksigen ekan. Mana. Общийdan. Ha bular mana boshqa anonlarni belgilab qo'ysak mana. Bu yerda birinchi mixture A'dan. Bundan 22% oksigen ekan. Va undan keyingisida masalan uni sariq bilan belgilab qo'ysak, mana B'dan o'shandan Y ekanda 48% oksigen ekan. O'shani so'rayapti bizda. Xo'p, bizda общий necha davleniya ekan? 130 davleniya ekan. Ya'ni bizda X plus Y'imiz 130 davleniya ekan, atmosfera. Xo'p, birinchi A'dan olyapti 22%. Ya'ni 0.22 X qo'shilgan ikkinchisidan 48 lar 0.48 Y. Общий bizda o'sha 130 sonni 34% gacha oksigen kelyapti. Ya'ni bizda 0.34 ko'paygan 130 qo'yapti. Ya'ni X plus Y teng 130. 0.22 X plus 0.48 Y teng 0.34. Katta javob. Xo'p, tenglama bor. In the given system of equation, there is a constant. If system has no solution, if the system has no solution, what's the value of t? T'ni topish kerak. Xo'p, no solution degani biz boya takrorlaganimizdek A1 bo'lingan A2 teng B1 bo'lingan B2 ammo teng emas C1 bo'lingan C2 teng. O'shani ishlab qo'yamiz. Xo'p, 8x chap tomonga o'tkazadigan bo'lsak, biz sistemamiz qanaqa ko'rinish keladi? Birinchisi 16x 6 yerda ham chapga o'tkazishimiz kerak ekan hali. -26 y teng 8 ga. Ikkinchi tenglamadan -8x plus ty teng 1/5. Men normal formula olib qoldim. Endi bundan 16 taqsim -8 teng bo'lishi kerak -26 taqsim t teng emas bo'lishi kerak 8 bo'lingan 1/5. Bular o'zi teng emas bo'lib turibdi mana. Bu 40, bu 2. Ya'ni -2 teng bo'lsa bo'ladi mana ifodamiz. Mana bu ikkinchi turgan ifodamiz. Mana bu ifodamiz -2 teng bo'lsa bo'ldi. -26 taqsim t. Qo'yib bergan t'miz 13 ga teng bo'ldi. Solqiymiz oson. Ya'ni t o'rniga -3 qo'ysak -2 teng -2 teng emas 40 turadi. Savolimiz to'g'ri ishlangan bo'ladi shunda. Xo'p, keyingisiga o'tsak, keyingisi bizda 74-si ekan. 74 in the given system of equations W is a constant. Xo'p, in the xy plane the graphs of this equation intersect at the point Q is 17. Where Q is constant? What's the value of W? Hope in the given system of equations, W is a constant. In the xy plane, the graphs of these equations intersect at the point Q17. Where Q is a constant? What's the value of W? Hope buni ikkalasi uchun hop y berilgan ekan. Davayt ikkinchi uravniyni birinchi uravniga ayirib yuboramiz. Bunaqa qilib ayirib yuborsak bo'ladi. Bunda chiqadi 2x minus -x. Bu w xlar qisqarib ketadi. Qoladi 51 qo'shilgan 357.
Bu qo'shiladi 3x bo'ladi. Qo'shiladi 408 bo'ladi. X topish uchun 408 3 ga bo'lib qo'yamiz. Bu bizda 136 bo'ladi. 136 son ekan. Xo'p, endi y ni topsak, bu y o'zi 17 deb berilgan. Qo'yib ko'ramiz. Y 17 ham qo'yib yuboramiz. W topamiz shundan. Xo'p. Birinchi o'ringa olib borib qo'ysak -136 minus W ko'paygan 17 teng -357. Xo'p, davay W17 ni 10 ga 3-likka chapga o'tkazamiz. Chiqarib bizda 357 minus 136 teng 17 W. Ayiradigan bo'lsak 221 teng 17 W. W barobar 10 chiqar ekan. E'tibor beramiz. Savol oson, qiyin emas. Yaxshi. Xo'p, endi bundan keyin 79 ga o'tarkanmiz. The graph of line G is shown in the xy plane. Line K is defined by 165x equals per y line W, where P and R W constants. Bu bizda mana bular konstantalar ekan. Mana shu grafik tenglamas mana bular berilgan ekan. Marhamat. Xo'p, if line K is graphed in the xy plane, resulting in the graph of a system of two linear equations, the system of two linear equations will have infinitely many solutions. Infinitely many solutions. What's the value of P plus W? Yanimizda xo'p, the graph of line G is shown in the xy plane. Line K is defined. Bu ikkita line ikki xil ekan bu. Bu defined ekan, K mana bu liniya ekan. Where P and W are constants. If line K is graphed in the xy plane, resulting in the graph of a system of two linear equations, the system of two linear equations will have infinitely many solutions. Ikkala ustma tushib qoladi. Infinitely many solutions bo'lsa, o'sha mana bu J bilan K bir xil bo'lib qoladi. Mana prosta tenglamani tuzib olsak bo'ladi mana bu yerda. Tipa qaysi tochkalardan o'tadi? Birinchi tochkasi bizda x bo'yicha 0, y bo'yicha 1. Ikkinchi tochkasi bizda mana bu 2, 4, 6, mana 2, mana 4, mana 6, -6 berilgan ekan. Xo'p. Bu tochka bizda, mana bu tochkamiz -9 kelib turibdi ekan, mana o'rtasiga. Yana bu x bo'yicha -9, y bo'yicha 12 kelib turibdi ekan. Mana shunda mana shu tenglamani tuzib olsak bo'ldi. Ya'ni bizda xo'p, tenglamasi bor, mana. Mana bundan foydalanib ketaversak ham bo'ladi. Tenglamasidan. X o'rniga 0 qo'yganmiz, y imiz 1 ekan. Birinchi tochkadan foydalanamiz. Ya'ni bunda hosil bo'ladi 165 ko'paygan 0 qo'shilgan P ko'paygan 1 teng W. Ikkinchi tochkadan foydalangan bo'lsak 165 ko'paygan -9 qo'shilgan P ko'paygan 12 teng W. Ikkalasini nima topishimiz kerak biz? P plus W ni topsak bo'ldi. Xo'p, birinchidan P teng W ravnay chiqyapti, chunki 0. Ikkinchisidan 165 9 ko'paytiramiz minus 165 ko'paygan 9 qo'shilgan 12 P teng W. Xo'p, ikkalasini P bilan W ni almashtirib qo'ysak bo'ldi ekan. Mana bu yerga W o'rniga P ni olib borib qo'yamiz. Buni P deymiz. Bundan buni bu yoqqa P ni chap tarafga o'tkazamiz. 11 P teng 165 ko'paygan 9 keladi. Qisqarsa 15 bo'ladi. P teng 135 kelar ekan. Endi biz bilamiz PW tengligini. O'shandan xo'p, P ravno W qilamiz, ikkalasini 135 dan qilamiz. Ikkalasi yig'ilsa topishimiz kerak. Ya'ni 135 qo'shilgan 135. Javob 270 chiqdi. Xo'p, tugabdi misollarimiz. Xo'p, bugungi ham videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa xursandmiz. Xo'p, o'zlaringiz ham ishlab ko'ringizlar hamma savollarni. Men prosta bu yerda o'zim bajarib ishlab ko'rdim. Balki qanaqadir bir qiyin savollarni o'tkazib qo'ygan bo'lishim mumkin. O'zlaringiz ishlaganingizdek aniq hammasi ko'rinadi. Xo'p, savollar bo'lsa berasizlar, yordam beraman. Hammaga xayrli kun, xayrli